Alvesga qarshi o'yinda tribunada yig'ilgan muxlislar Vinisiusni o'yin davomida haqorat qilishdi va haqoratlar Vinisius zaxiraga olinganda ham davom etdi. Ko'pchilik bunday holatlarda Vinisius muxlislarga qanday javob berishni biladi, lekin bu safar Vinisius boshqacha yo'l tutdi. U Alves muxlislari orasida o'zining futbolkasini so'rab, banner ko'tarib olgan muxlisni topdi va unga o'z futbolkasini sovg'a qildi. Lekin haqoratlar o'yin tugagandan keyin ham davom etdi. Bu safar esa Vinni o'zini haqorat qilayotgan muxlislarga kurtkasini yechib sovg'a qildi. Bunday ishlardan keyin hattoki raqib jamoa muxlislarining Vinisiusga bo'lgan munosabati o'zgarishi aniq. Rafinyadek futbolchini nima hayron qoldirishi yoki boshini ushlab qolishga majbur qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Keling buni Osasuna bilan bo'lgan o'yindagi vaziyat bilan ko'rib chiqamiz. Osasunaga qarshi o'yinda Pedrining to'p bilan muomalasiga e'tibor bering. Raqibdan qaytayotgan to'pni u boshi bilan to'xtatadi, o'ng oyog'i bilan nazorat qiladi va raqib ustidan mana shunday tashlab qo'yib to'pni Ferminga uzatadi. Buni hammasini orqa fon